Yurtdoshlar, nima uchun bizda body lifting amaliyotini amalga oshirishimiz kerak? Demak, bemorimiz oldimizda, hozir nima o'zi body lifting, nima uchun bizga kerak ekanligini qisqacha tushuntirib o'taman. Demak, bemorimizda ikkita tug'ruqdan keyin, homiladorlikdan keyin qorinni oldingi devorda mana ortiqcha terlar paydo bo'lgan, terlarimiz pastga osilgan. Shu bilan birga qornimizning mana yuqori sohasida diastazimiz ochilgan. Bu diastaz, ya'ni qorinni ushlab turadigan to'g'ri mushakning ochilishining hisobiga ichki organlarimizning sal tashqariga chiqishi. Endi bu yerda biz abdominoplastik amaliyotini qilishimiz mumkin edi, ya'ni liposaksiya qilib turib, ortiqcha yog'larni olib turib, abdominoplastika qilib faqat qorinni oldingi devordagi terlarni olib tashlash imkoniyatimiz bor edi. No, bunaqa vaqtda bizda tanamizning yon tomonlaridagi mana bu ortiqcha terlar va yog'lar qolib ketish ehtimoli bo'lardi va orqaga aylanamiz. Orqaga qaragan vaqtimizda ham bu yerda ham anchagina ko'p terlarimiz mavjud. Yegaditsamizni pastga osilishi, bu yerda esa ortiqcha mana shuncha terimizni qolib ketishi bo'lardi agar abdominoplastika qilsak. Shuning uchun biz qaror qildik body lifting qilishga. Body liftingni abdominoplastikadan nima farqi bor? Bunda krugovoy razrez amalga oshiriladi. Ya'ni hozir biz yegaditsamizning tepa qismi bilan kesib, orqa qismdan ham ortiqcha terlarni, yog'larni olib tashlaymiz. Shu bilan birga yon tomonlarimizdan ham olamiz. Buning hisobiga yegaditsalarimizni tepaga ko'tarish imkoniyati paydo bo'ladi. Ularni yog' yordamida yana ham ob'yomliroq qilamiz. Yon tomondan oyoqlarimizni osilishini teparoqqa ko'taramiz va qorinni oldingi qismidan abdominoplastika qilib ortiqcha terlarni olamiz. Sizda demak, tanamizning yuqori qismidan bel chiroyli keladi, bellarimiz ingichka bo'ladi, yegaditsalarimizning ob'yomi chiroyli holatga keladi. Agar faqat abdominoplastika qilganimizda mana bu ortiqcha terlarimiz qolib ketgan bo'lardi. Ko'pchilik krugovoy razrezni xohlamaydi, faqat abdominoplastikani o'zini qildiraman deydi. Bu bilan siz juda ham chiroyli natija ola olmaysiz. Shuning uchun желательно body lifting amaliyotini qilgan ma'qul. Demak, bizda ishodligimiz operatsiyamizni boshlayapmiz. Postnatsiyalarni video davomida ko'rishlaringiz mumkin. Aziz do'stlar, body lifting operatsiyasidan keyingi, demak, bugun 12-kunimiz. 12 kun oldin body lifting amaliyotini qilib bergandik. Eslaringizda bo'lsa, qorinni oldingi devorda juda ko'p ortiqcha terlarimiz bor edi, hamda diastazimiz ochiq edi. Qorinni oldingi devorini tekis chiroyli pozitiv qilib berganmiz. Shu bilan birga yon tomonlarimiz to'liq liposaksiya qilingan. Tarixiy sohalarimizda yog'larimiz bor edi, juda ko'p. Bu yog'larni to'liq liposaksiya qilib oldik, hamda bu yerdan kesma o'tkazib, yegaditsamizni tepaga ko'targandik. Yegaditsamizning ikkita yon tomonida yamichkalarimiz bor edi, absesdan keyin qolgan. Bularni ham tanadan chiqqan yog'lar bilan to'ldirib, lipofilling qilib berganmiz. Bu bizni birlamchi rezultatimiz. 12 kun ichida chiroyli rezultat. Demak, natijamizga baho berishingiz mumkin. Biroz chiroyli qorinchamiz, kindigimizda ozgina korchkalar bor. Buni hozir olamiz, plastrlarni yechib beramiz. Izlarimiz mana bu ichki tagiga turibdi. Hali demak, plastrlarni yechmadik. Izlarimiz mana pastki qismda turibdi. O'z plastrlarimizni ham olib tashlaymiz. Qornimiz tekis chiroyli holatda. Demak, birlamchi natijamizga baho beringlar.